Assalomu alaykum. Siz Neftchi matbuot xizmati tomonidan taqdim etilayotgan video rolikni tomosha qilyapsiz. Ayni paytda Neftchi jamoasining yangi bosh murabbiyi Vadim Karlinovich Abramov Farg'onaga tashrif buyurmoqda hamda klub qarorgohida mazkur mutaxassisni klub vakillari hamda jamoa muxlislari birgalikda kutib olishga shay holatdamiz. Jamoamizga yangi mutaxassis, yangi bosh murabbiy tayinlanmoqda. Bu holat borasida, mazkur qaror borasida jamoa muxlislari qanday fikrda? Ular jamoa murabbiyini qanday fikrlar bilan, qanday munosabat bilan kutib olishmoqda? Hozir esa mazkur holatdan lavhalarni hamda jamoa murabbiy borasidagi muxlislarning fikrlarini e'tiboringizga taqdim etamiz. Marhamat. Haqiqatan ham Vadim Abramovni hammamiz yaxshi bilamiz. Terma jamoadagi lokomotivdagi natijalarini, o'zini yaxshi insonligini har taraflama ko'rsatganligini bilamiz. Shu bilan birga bir qatorda biz ham Neftchining muxlislari Xudo xolasa jamoamizni astoydil qo'llab-quvvatlab hamma Neftchini hurmatiga, Neftchiga befarq bo'lmagan insonlar hozir ko'nglida xursandchilik bilan turibmiz. Xudo xolasa jamoamiz oldinga ko'tarilishiga Vadim Abramovning hissasi ham katta bo'ladi.